O'zi kompressor olgandan keyin uni qanaqa foydalanishni bilasizlarmi? Ya'ni ishlatgan paytimizda nimalarga e'tibor bersak, apparatimiz uzoq umr ko'radi. Bu video davomida kuzatib boring, sizlar uchun aniq foydali bo'ladigan tavsiyalarni berib o'tamiz. Kompressorlar o'zi ikkita turga bo'linadi. Ya'ni asosiysi maslinli kompressorlar, beshumli. Maslinlilar ovoz balandroq ishlaydi. Bunga moy quyish kerak. Buni o'ziga yarasha foydalanadigan joylari bor. Beshumlini esa moy quymaymiz. Foydalanadigan joylari bor. O'sha joyga tavsiya qilib to'g'ri berilsa, ancha yil ishlab beradi. Bizning oldimizda Ubay va Beauty brendiga tegishli kompressorlar turibdi. Bu apparatlarimizni biza turi ko'p bizda brendimizda, ya'ni 9 litrdan boshlab 500 litrgacha bo'lgan har xil turdagi kompressorlar bor. Biza eng hadavoy bo'lgan, eng ommabop bo'lgan 24 litrli kompressorlarni qo'yib olganmiz. Sizlarga bularni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi o'rinda maslinli kompressor tanishtiramiz. Maslinli kompressorda ko'p tavsiya qiladigan joylari bor, ya'ni e'tibor beradigan joylari bor. Bu apparatni olgandan keyin o'zi birinchi o'chiribdi bu apparatni asosan kraska sepish uchun, ya'ni katta ob'yomlar uchun tindirmay kuni bo'yi ishlatish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Shunda faqat moyiga qarab turiladi, moyni vaqtida almashtiriladi, moyni vaqtida quyiladi va albatta foydalanishga tavsiya qilinadi. Bu kompressorimizni foydalanadigan tomonlaridan bitta tushuntirib o'tadigan bo'lsak, apparatimizning asosiysi bez filtr ishlatish kerak emas. Ko'p usta akalarimiz ishlayotgan joylarida filtrlar sinib ketadi, boshqa bo'ladi, muammo bo'ladi, lekin baribir ishlataverishadi. Shuning uchun iloji boricha apparat ishlatgan paytimizda doim filtr bilan foydalanishni tavsiya qilamiz. Keyin yana bitta ehtiyot bo'ladigan joylari bor. Bu maslinli kompressorimiz doim qizib ishlaydi. Shuning uchun qo'l bilan mexanizm reduktor tarafini ushlamaslikni tavsiya qilamiz. Apparatimiz ko'rib turganinglardek, moy quyganimizdan keyin moy quyganimizni ko'rish uchun o'zini maxsus glazogi bor. Ko'rib turganingizda mana shu glazog orqali moy kamaydimi, yo'qmi shuni ko'rib ishlatsanglar bo'ladi. Va albatta moy quyadigan joyi tepada bo'ladi. Bu apparatimizni bu krishkasini ochib turib, moy quyib bemalol yopib qo'yishimiz mumkin. Endi maslinli kompressor foydalanadigan joylarni aytadigan bo'lsak, asosiysi kraska sepishga foydalanish mumkin va albatta boshqa vulkanizatsiyalarda yoki mix qoqishga, mebellarga ham foydalanish mumkin. Lekin buni asosiysi ovozi baland hisoblanadi. Ovozi baland bo'lgani uchun ko'pincha ko'cha joylarda, ya'ni uy ichida emas, tashqaridagi joylarda foydalanishni tavsiya etamiz. Kompressorlarni ishlatgan paytida ko'pchilik usta akalarimiz e'tibor beradigan joylari bor. Ya'ni ishlayotgan joyida tok past bo'ladi. Past tokda apparatimizdan foydalanaverishadi. Foydalanganda o'zi instrumentimizni tok yaxshi bo'lsa ham tez qiziydi, ya'ni doim напряженный ishlaydi. Shuning uchun tok pastlikda juda ham ko'p qiziydi. Qiziganda foydalanilgan hisobiga motor qurib, porshellari, klapanlari yorilib ketadi. Shuning uchun ehtiyot qilishni tavsiya qilamiz. Ya'ni tok yaxshi joyda foydalanishsin. Va albatta aytib o'tdik, filtrga e'tibor berish kerak. Filtrsiz ishlatish kerak emas. Keyin apparatimizni ishlatgan paytimizda o'zini maxsus ichida tagida kranniki bor. Ko'rib turganinglardek, apparatimizning mana bitta kranniki bor. Bu havo bochkamizning ichiga havodan yig'ilgan har xil konsentrat suvlarni yig'adi. Ya'ni bu apparat ishlatgan paytimizda ora-orada bir hafta 10 kunda ish jarayoniga qarab bir oyda bir mana shu kranini havosiz holatida ochib turib, ichidagi suvni to'kib foydalanishni tavsiya qilamiz. Agar buni ichidagi suvni to'kilmasa, ishlatayotgan paytimizda sepayotgan mahsulotimiz bilan qo'shib, yog'li sifati suv qo'shib ajralib sepilishi mumkin. Shuning uchun ora-orada ichidagi suvni to'kib foydalanishni tavsiya qilamiz. Maslinli kompressor olganda nimalarga e'tibor berish kerak? Apparatni olayotgan paytimizda asosiysi instrumentimizni olib, moy quyilmagan bo'ladi. Заводской holatida reduktorida moy kam bo'ladi. Ko'pchilik klientlarimiz sotib olishadi. Moy quyiladi degan gapimizni esdan chiqarib qo'yishadi. Olib borib ishlatgandan keyin porshellari, klapanlari, ko'lchalari ketib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha yangi olganimizdan keyin moy quyib olishimizni tavsiya qilamiz. Moy quygandan keyin olib borib 4-5 soat ishlatib, bu moyni to'kib tashlab turib, keyin yana bitta boshqa moy quyib, keyin qolganini dalishda davom ettirib ishlatishingiz mumkin. Keyin yana e'tibor bergan narsamiz bitta moy reduktorining ustida mana bunaqa klapani bor. Buni biz o'zimiz burab qo'yganmiz. O'z заводской mana bunaqa yopiq klapanlar burab kelingan bo'ladi. Bu zavoddan kelguncha bo'lgan vaqtda ichidagi moy oqib ketmasligini ta'minlash uchun oddiy krishka burab qo'yilgan bo'ladi. Mana shu krishkani olmagan holatda ishlatilsa, reduktor qiynaladi, apparat qizib ketishi mumkin. O'zining ichida maxsus mana bunaqa klapanli krishkasi bo'ladi. Shu krishkasini burab qo'yish kerak. Oddiy krishkani yechib, klapli krishkani burab qo'ysak, shunda reduktor ichidagi havosi
kerakli darajada nagruzkaga yetgan paytda o'zi chiqarib yuboradi havosini. Shunda instrumentimiz qiynalmasdan ishlaydi. Hop, apparatni sotib oldik. Sotib olgandan keyin ko'pchilik mijozlarimiz so'rashadi, moy quyish qayerda quyiladi? Moy quyishi mana shu tepadagi krishkasidan quyiladi. Klapani yechib qo'yiladi, krishkadan quyib, moy quyganimizdan keyin o'zini glazogiga qarab qancha moy borligini ko'rishimiz mumkin. Va albatta moy quyishni tavsiya qilamiz. Glazogga qaragan paytingizda o'rtasida qizil tochkasi bor. O'sha qizil tochkadan sal o'tkazib qo'ysanglar, apparatga nagruzka tushmaydi va qurib ham qolmaydi. Shu urovingga qarab bemalol keyinchalik foydalanishingiz mumkin. Ishlatgan paytingizda moy kamaygan paytda keyin bemalol ustiga dalivka qilib ishlataverasizlar. Xo'p, apparatimizni moy quydik. Moy almashtirmoqchi bo'lgan paytimizda ko'rsatib o'tamiz. O'zini maxsus mana bunaqa bolti bor. Shu boltini yechib turib, shu yerdan moyni to'kib olib, keyin yana joyiga qotirib, yana moy yengillashimiz mumkin. Ayniqsa, birinchi yangi apparat olganimizda 4-5 soat ishlatib, bitta to'kib yuborish kerak. Keyin qolganini dalivka qilib ishlatib yurishsa bo'ladi. Moy quyayotgan paytimizda ko'pchilik sotuvchilarimiz aytishadi, yaxshiroq moy quying, qimmatroq moy quying deyshadi. Unaqa qilish shart emas. Hamma kompressorimizga oddiy universal moy quyib foydalansak ham apparatimiz uzoq muddat xizmat qilib beradi. Yana bitta ma'lumot beramiz. Ko'p ustalarimiz kompressor olishadi, ishlatgan paytimizda qurilishda bo'ladi, ya'ni qo'pol ishlatilishi mumkin. Bu narsa ustiga apparat tushib ketishi mumkin. Har xil holatlar bo'lganda, mana ustidagi plastmassa krishkasi ko'pincha sinib ketadi. Singan holatda ham klientlarimiz ishlataverishadi. Unaqa holatda ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Sababi bu krishkasi bekorga qilinmagan. Ya'ni ichida o'zini parragi bor, sovutadigan. Shu sovutadigan parraga ishlagan paytda bu yerdan havoni tortib, motor ichini polni sovutib chiqib keladi. Ya'ni apparatimiz juda ham qattiq qizib ketmasligini ta'minlab beradi. Shuning uchun krishkasi, filtrlari singan holatda foydalanmaslikni tavsiya qilamiz. Apparatimizni har xil turlari bor bizda. BOT, Ubay, Rolf brendiga tegishli. Ya'ni 220 da, 380 da ishlaydigan maslinli apparatlarimiz ko'p. Ya'ni bitta porshelli, ikkita porshelli, 3 ta porshelli 9 litrdan boshlab 500 litrgacha bo'lgan kompressorlarimiz mavjud bizda. Bemalol bizani tavsiya qilamiz, apparatlarimizni olib, kafolat bilan sotib olib ishlatishingiz mumkin. Endi navbat 5 shumli kompressorga, ya'ni 24 litrli BOT brendini qo'yib qo'yganmiz. Bizda aytib o'tamiz, har xil turdagi 5 shumli kompressorlar bor. Ya'ni 9 litrdan boshlab 150 litrgacha bo'lgan 5 shumli kompressorlarimiz bor. U kompressorlarimiz bitta motorli, ikkita motorli, 4 ta motorli kompressorlarimiz ham bor. U degani bitta motorli 2 ta portion, 4 ta motorli 8 ta portion bo'ladi. 5 shumli kompressorlarimizni o'zini tavsiya qiladigan joylari bor. Ya'ni 5 shumli kompressorlarni asosan vulkanizatsiyalarda, stomatologiyalarda, har xil poliklinikalarda, bitovoy texnikalarni ishlatish uchun, shovqin qilish kerak bo'lmagan joylarda, ko'pchilik ustalarimiz uy ichlarida, ayniqsa mebelchi ustalarimiz ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Bunda mix qoqishga, davlenali instrument, pnevmatik instrumentlarni foydalanishingiz mumkin. Apparatimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu apparatimiz ikkita porshelli hisoblanadi. Buni ham har doim aytib o'tamiz. Bez filtr ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Ya'ni filtr bekorga qo'yilmagan. Har xil qurilish joylarida filtrlar sinib ketgandan keyin foydalanilsa, agar porshellari, klapanlari ishdan chiqishi mumkin va albatta instrument nosoz holatga keladi. Hop, 5 shumlini maslinli kompressordan nima farqi bor deydigan bo'lsak, asosiysi ovozi birinchidan, ikkinchidan 5 shumli kompressorimiz rasxodsiz. Ya'ni moy quyilmaydi, boshqa qilinmaydi. Olib borib kompaktni hisoblanadi. Buni u yoq bu yoqlarga olib yurgan paytimizda ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Ya'ni kompressor, maslinli kompressorimizni olib yurgan paytimizda teskari bo'lib qolsa, yiqilib qolsa, ag'darilib ketsa, moyi oqib, motoriga moy kirib muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni katta ob'yomlarga, kraskalarga tavsiya qiladigan bo'lsak, bu apparatimizni kompaktni, ya'ni ko'chib bu yoqqa bu yoqqa olib yurishga mo'ljallangan va albatta mix qoqishga, balon ishirishga yoki qanaqadir mebelchi akalarimiz ishlatadigan pnevmatik instrument ishlatishga, aytib o'tganimizdek stomatologiyaga foydalanishimiz mumkin. Bu apparatimiz juda ham rasxodsiz va ovozsiz hisoblanadi. Hop, apparatimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu apparatimiz ikkita porshelli hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, apparatimizda o'zini miyasi bor, bu miyasida o'zining tablosi bor. Tabloda kelayotgan tokki qancha volt kelayotganini ko'rsatib turadi. Ya'ni kam tokda ishlamaydi bu apparatlarimiz. O'zi umuman tavsiya qilamiz, davleniya instrumentlarimizda, ya'ni kompressor, karcher, Wagnerlarimiz uchun asosiysi 200 dan baland bo'lgan, ya'ni 220 bo'lgan tok bo'lsa, davleniya instrumentlarimiz yaxshi ishlab beradi. Bo'lmasam 200 dan past bo'lsa, 170, 180 bo'lib ketadigan bo'lsa, davleniya yig'olmay qoladi. Shuning uchun ogohlantiruvchi uchun tablolar qo'yib qo'yilgan 220 voltda yom ko'rish uchun. Ko'rib turganingizdek, o'zida bezopasniy klapan ham bor. Bu degani, agar
miyasi ishdan chiqib qolsa, vaqtida o'zi apparat o'chmasa, давление juda ham ko'p yig'adigan bo'lsa, o'zini besababli klapani bor, bu havoni chiqarib oladigan klapani bor. Va albatta o'zini включатель bor, o'chirib yoqadigan kranniklari bor. Bunda bitta vaqtli bo'ladi. Keyin ko'rib turganingizdek, datchigi bor, давление datchigi ko'rsatib turadi apparatimizda. Keyin aytib o'tamiz yana bitta narsani, apparatimizda agar qattiq qizib ketadigan bo'lsa yoki tokda qanaqadir baland-past bo'lib o'ynash bo'ladigan bo'lib qolsa, apparatimiz o'zini o'zi o'chiradi, himoya qilish uchun. O'chgan paytida kelayotgan tokka qarab qo'yiladi va apparatimiz qizigan bo'lsa, ozgina dam oltiriladi. Keyingi o'rinda bu restart knopkasini bosib turib, yana dalshi davom etishingiz mumkin ishlatishda. Kompressorlarimizni birma-bir ko'rsatib o'tdik, sizlarga tanishtirib o'tdik. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, kompressor olayotgan paytimizda aniq nimalarga e'tibor berishni bilib oldinglar. Ya'ni qilayotgan ishinglarga qarab kompressor tanlashinglarni tavsiya qilamiz. Bu degani maslinning instrumentlarimizni katta ob'yomlarga, kraska sepishlarga tavsiya qilamiz. Besshumning kompressorimizni esa qisqa ishlarga, ya'ni mix qoqishlarga yoki qanaqadir ovoz baland chiqishi kerak bo'lmagan joylarga, stomatologlarga, ana shunaqa joylarga ehtiyot qilib ishlatishgan joylarga tavsiya qilamiz. Bu degani apparat olayotganda aniq olayotgan joylardan maslahat olishni tavsiya qilamiz. Kimga shunaqa professional instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning Ubay Tools offline do'konlaridan kelib xarid qilishingiz mumkin. Xarid qilayotgan paytingizda sizlarga mutaxassislar aniq nima ishinglar uchun qanaqa apparat kerakligini tavsiya qilamiz. Agar yo'q onlayn olaman deydigan bo'lsanglar, Mega Tools ilovasidan onlayn xarid qilishingiz mumkin.